Yoz faslida ko'rkam va bahavo joyda dam olishni xohlaysizmi? Unda sizlarni Samarqand viloyati Urgut tumanida joylashgan Qo'rg'oncha dam olish maskaniga tashrif buyurishingizni taklif qilamiz. Qo'rg'oncha dam olish maskani Urgut tuman hududida joylashgan bo'lib, go'zal tabiati va tog'lik zonasi, suvlik hududi bilan boshqa hududlardan ajralib turadi. Bu yerda siz soy bo'yida tashkillashtirilgan joylarda oila a'zolaringiz va do'stlaringiz bilan birgalikda taom tayyorlagan holda vaqtingizni ajoyib o'tkazishingiz uchun ajoyib bir tanlov hisoblanadi. Sharoitlar haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerda hech bir qiyinchiliksiz taom tayyorlashingiz mumkin. Issiq suv, sovuq suv, gaz va kerakli narsalar bilan dam olish maskani ta'minlaydi. Va bu yerda zamonaviy sharoitlar va qadimiy ruh uyg'unligini ko'rishingiz ham mumkin. Chunki bu yerda o'choqlar yordamida qo'lbola taomlar tayyorlashingiz sharoiti yaratilgan. Va asosiysi qizg'in bahslar va raqslarga boy davra sizni kutmoqda. Bundan tashqari maskanda qiziqarli bahsga boy o'yinlar ham tashkillashtiriladi. Siz oilaviy yoki yakka tarzda bu o'yinlarga qatnashishingiz mumkin. Bu hamma sharoitlar mehmonlarimizni kayfiyatini ko'tarish va unutilmas lahzalarni ulashishga asosiy maqsad hisoblanadi. Bu maskanga tashrif buyurishingizni tavsiya qilamiz va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingizni ham so'raymiz. Chunki siz bu yerga tashrif buyurganingizda, ijtimoiy tarmoqlar nomidan kelganingizda biz sizga alohida chegirmalar tayyorlab qo'yganmiz va asosiysi ijtimoiy tarmoqlarda biz sizlarga har bir yangilikni bo'lishib boramiz. Qo'rg'onchada sizni kutamiz.